Agarda siz ko'chma uchoq radarga jarimaga tushgan bo'lsangiz, to'lashga shoshilmang. Balki u noqonuniy bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlarni Achki kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun biz ayrim bir ko'chma uchoq radarlarni qonuniy ishlatgani yoki noqonuniy ishlatgani, qaysi hollarda qonuniy va noqonuniy ekanligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Siz esa kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Demak, biz boshladik. Bizni multi radarlar tark etgandan so'ng ularning o'rnini ko'chma uchoq radarlar egallashni boshladi va ularni turli tumanlari chiqib ketdi. Avtokonni o'zini ikki xil signalli va signalsiz, yangi chiqqan Uralampi va uning o'rniga yana yangi chiqqan yangi lochin ko'z va yana bir xil turdagi lochin ko'zlar soni keskin oshib ketdi. Lekin ularning hammasi ham qonuniy ishlayaptimi? Qanday holatlarda ko'chma radarlardan kelayotgan jarimalar noqonuniy bo'lib, ularni bekor qildirsa bo'ladi? Bugun aynan shu haqida gaplashamiz. Ha, aytgancha, agarda ushbu video bor yo'g'i 100 ta like yig'adigan bo'lsa, statsionar radar yoki barcha turdagi radarlarning o'rnatilish tartibi, qay hollarda noqonuniy bo'lishi, qay hollarda esa qonuniy bo'lishi haqida gaplashamiz. Shuning uchun iltimos like bosinglar, obuna bo'linglar. Demak, qay holatlarda siz doim haq bo'lasiz? Demak, birinchisi, eng muhimlardan biri, buni hammalaringiz qilishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Yo'llarda yo'l belgilariga e'tibor berib, tezliklarni oshirmasdan piyodalarga yo'l berib, xavfsizlik kamarini taqib harakatlanadigan bo'lsangiz, siz doim haq bo'lasiz va sizga hech qanaqa jarima, to'sqinlik qilmaydi, hech qanaqa ballar ham yig'maysiz. Shuning uchun eng muhimi yo'l qoidasi umr foydasi deyshadi. Lekin radar bor, xatar bor degan gaplar ham bor. Ushbu endi inson omili bo'lgani uchun ba'zida bilib bilmasdan tezlikni oshirib qo'yamiz. Shunda bizda radarlardan kelayotgan jarimani noqonuniyligini isbotlay olamizmi yo'qmi degan savol tug'ilishi mumkin. Demak, birinchi navbatda radar o'rnatilishini ham o'z qonun qoidasi bor. Ya'ni radarni olib istalgan joyga qo'yib bo'lmaydi. To'g'ri, ko'chma radarlarni istalgan joyga qo'ysa bo'lishi mumkin, lekin qonun tarafdan bu noqonuniy bo'lishi mumkin. Yangi chiqqan qonunga ko'ra, endilikda istalgan turdagi radar, xoh uchoyoq bo'lsin, xoh multi radar bo'lsin, xohlasangiz statsionar radar bo'lsin, ushbu radarni ishlash uchun radar belgisi mavjud bo'lishi kerak. Ya'ni radar belgisidan keyin o'rnatilishi kerak. Misol uchun, mana radar belgisi bor ekan ham deylik, lekin radar belgisidan so'ng radar 250 metr masofa, eng kamida 250 metr masofadan keyin o'rnatilishi zarur. Agarda u radardan salgina ilgariroq yoki radarni belgisini oldiga yoki radar belgisidan 100 metr keyin o'rnatiladigan bo'lsa, bu radarlardan kelayotgan jarimalar noqonuniy bo'ladi. Xo'p, tushundik. Radar o'rnatilgandan keyin, ya'ni belgisi o'rnatilgandan keyin eng kam masofa 250 metr ekan. Ha, demak, bo'lmasa radardan keyin 250 metrdan keyin 1 kilometrgacha, 2 kilometrgacha, 3 kilometrgacha radar qo'ysa bo'lar ekan deyishingiz mumkin. Bu ham katta xato fikr. Radar belgisi o'rnatilgandan so'ng eng kamiga radarning o'zi eng kamida 250 metr, maksimum masofasi 600 metr maksimum masofa oralig'ida radar qo'yilishi mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, shu joyda adashib ketibman. Ya'ni radar maksimal o'rnatilish nuqtasi 500 metrdan oshmasligi kerak. Ya'ni 600 metr emas, 500 metr. Video davomida shuni o'zlaringiz uchun bilib olsanglar bo'ladi. Qayerda 600 deyilgan bo'lsa, hammasi xato. Har joyda 500 bo'lish kerak edi. Ming bor uzr so'rayman. Agarda sizga jarima kelgan bo'lsa, u yerda radar belgisi bo'lmaydigan bo'lsa yoki radar belgisidan kamroq yoki uzoqroq joydan jarima keladigan bo'lsa, siz bemalol uni sudga berib bekor qildirsangiz bo'ladi. Aytishingiz mumkin, hozir unaqa radarlar qo'yilmayapti. Hamma joyda radar belgisi bor. Yana qo'shimchasiga haydovchilarga yengillik qilish uchun radarni necha tezlikka qo'yilgan haqida yo'l belgisi ham o'rnatilgan deyishingiz mumkin. Lekin qarang, shaxsan o'zimda bo'lgan voqea, hozir shu videoni ko'ring, yaxshilab ko'ring va radar belgisini qidirib ko'ring. Xo'p, aziz do'stlar, kamardan taqib olamiz. Oldimizda eksklyuziv kontent, ya'ni uchoyoq radar turibdi, yangicha tipi.
bu haqda alohida video davomida aytganman. Men fikrimcha bu Megacam radarini mobilniy versiyasi, uni video davomida ham aytganman, lekin juda ham noqulay joyda turibdi. Sababi biz hozir pastlikka qarab tushib boryapmiz-da, spust. Radar signal qo'yib qo'yishganki, qiyshayib va yonga ketadigan qo'yilgan. Radarga taxminan 400 metr masofa bor. Haydovchilar bizga ogohlantiryapti, lekin bu yoqda radar belgisi ham yo'q ekan. Qaranglar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Qaranglar, qiyshaytirib qo'yib qo'yganing ko'rdinglar? Men yana e'lon qilaman. Taxminan 250-300 metr, balki 200 metr, balki 250-300 metr radar, lekin noqulay ko'ryapsan, pastlikka turibdi. Ham burchakka qaratib qo'yibdi. Radarning signallari kelmaydigan joyda ham ancha uzoq masofada aniqlab berdi. Shunchaki ajoyib. Ajoyib. Hozir endi bu radar haqida gap so'z bo'lishi mumkin. Radar detektor Sochi Pro 2 yildan mazasini qochirib olib tashladi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, u yerda radar belgisini ko'rdingizmi? Men ham ko'rmadim. Hech kim ko'rmadi. Chunki u yerda radar belgisining o'zi yo'q. Ha, to'g'ri aytyapsiz. Sanga o'xshagan yaramas bolalar ko'payib ketdi. Tezligini oshirib ko'p yuryapti. To'g'ri qilishgan, to'g'ri qo'yishgan deyishingiz mumkin. Lekin unaqa emas. Azizlar, ushbu radar Qashqadaryo viloyati Kitob Pirval deyishadi. Pirvaldan tushgan, dovondan tushishga qo'yilgan. U yerda istasangiz ham, istamasangiz ham mashinaning tezligi pastlik bo'lgani uchun yuqorilib ketishi ehtimoli katta. Endi o'ylab ko'ring, u yerda radar belgisi yo'q. Agarda manda radar detektor bo'lmaydigan bo'lsa, mana joyiga ham aytib ketay, mana u yerda ko'rganingiz radar detektorlar turibdi. Silverstone kompaniyasining Sochi Pro 2 dan Doppler Pro shular ogohlantiryapti. Qo'shimchasiga haydovchilar ham ogohlantiryapti. Agarda radar detektorim bo'lmasa, men jarimaga tushardim. Sizlarga ham tavsiya, ushbu radar detektorlarni xarid qiladigan bo'lsangiz, juda ham zo'r, esicha o'zimda ham bor, tekin reklama. Xullas, zo'r kompaniya. Xullas, u yerda radar belgisi yo'q. U albatta u yoqda radar belgisiz turishi zarur. Chunki nimaga bilasizmi? Radar qo'yishdan asosiy maqsad bu soqqa qilish emas. Ko'pchilik shunaqa o'ylar ekan. Radar qo'yishdan asosiy maqsad yo'llardagi xavfli hududlarni, avariyalarni kamaytirish, o'lim bilan tugayotgan avariyalar sonini kamaytirish, deyarli yo'q qilish va albatta haydovchilarni yuqori tezlikdan uni minimallashtirishga o'rnatilgan. Shuning uchun radarlar o'rnatiladi. U faqat bizning davlatda emas, u qo'shni Qozog'iston, Rossiya, Germaniya, Amerika, Dubay, hamma davlatda radar bor. Tushunganingizda, radarning maqsadi bu jarima qilish emas, balki haydovchilarni tartibga solish. Shuning uchun ham mas'ullardan iltimos qilib qolgan bo'lardim. Radar qo'yilyaptimi yoki qayerdadir qo'yilganda endi ish bor joyda kamchilik bo'ladi-yu. O'sha qolib ketgan joylarga radar belgilarini tezroq o'rnatishlarini juda ham so'rab qolgan bo'lardik. Bu albatta yo'llardagi xavfli vaziyatlarni oldini olishga yordam qiladi. Ha, aytgancha, shu masalada aynan o'sha radar qo'ygan patrul xodim bilan gaplashgandim, ya'ni hurmatli komandir, agar bezovta qilayotgan bo'lsam uzr, lekin ushbu radar noqonuniy turibdi, shunaqa degandim. Tepada post bor, postdan keyin radar qo'yish mumkin deyishdi. Nima ham dedik? Ha, xo'p dedim va qo'shimchasiga jarima ham qabul qilib oldim. Ya'niki, men ko'rganingizdek o'sha radar turgan joyda olib turdim. Magistral yo'lni o'rtasiga chiqib ketib qolman, ya'ni yo'llarga nima ekan, xavfli holat keltirib chiqaribman. Shuning uchun ham menga jarima yozib berdilar. Nima ham dedik? Hali jarimani to'laganim yo'q, qachondir pulim bo'lsa to'layman. Xullas, tushunganingizdek, agarda yo'l belgisi bo'lmaydigan bo'lsa, jarima noqonuniy hisoblanadi. Siz ham bemalol agarda sizga uch oyoqdan yoki statsionar radardan jarima keladigan bo'lsa, bemalol o'sha joyga borib, bir tekshirib ko'ring, haqiqatan ham radar belgisi bormi, 250 metr masofa oralig'ida qo'yilganmi, qo'yilmaganmi yoki 600 metrdan oshib ketmaganmi, shularni tekshirib ko'rib, agarda ushbu kriteriyalar, ya'ni qonunlarga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, sudga berib, ushbu radarlardan kelayotgan jarimani to'g'ridan to'g'ri bemalol bekor qilsangiz bo'ladi. Lekin men jarimamni bekor qilib bo'lmaydi, chunki bu shaxsan menga yozilgan. Ikkinchisi, radarning muvofiqlik sertifikati borligi. Ya'ni har bitta radarlar siz o'ylaganchalik oson o'rnatilmaydi. Ushbu radarni birinchi qayerdadir o'rnatilishadi, sinashadi, mashina bilan o'tib ko'rishadi, haqiqatan ham to'g'ri o'lchayaptimi, xato o'lchayaptimi. Shundan so'ng davlat ularga sertifikat, ya'ni gosstandартdan o'tdi deb sertifikat berib, pechat qars deb urib beradi. Ushbu sertifikati radarning o'zida bo'lishi kerak. Agarda radarning o'zida bo'lmaydigan bo'lsa, bu ham noqonuniy, chunki siz u qanaqa radar, haqiqatan sertifikat olganmi, sertifikat qachongacha, uni bilmaysiz.
Agar o'sha joyda radar turgan bo'lsa, siz o'sha radarning oldiga borib, agar o'zingiz biladigan bo'lsangiz, ya'ni tezligingiz oshib ketib qoldi, patrul xodimi oldiga borib, hurmatli komandir, mana shunaqa vaziyat. Men ushbu radarni sertifikatini ko'rmoqchiman. Menga ko'rsatib bering. Shunaqa deydigan bo'lsangiz, agarda patrul xodimi sizga ushbu radarning sertifikatini ko'rsatib bera olmaydigan bo'lsa, ushbu radardan kelayotgan jarima ham bemalol bekor qilsa bo'ladi. Chunki uni videoga olib, menga sertifikat taqdim etilmadi. Bu qanaqasi, bu haqiqatdan ishlaydimi, balki xato ishlayotgandir. Chunki radarlar ham xato o'lchashi mumkin tezlikda. Shunaqa. Xullas, mana shu holatda ham radarlardan kelayotgan jarimani, to'g'rirog'i, ko'chma radardan kelayotgan jarimani bekor qildirsa bo'ladi. Demak, aziz do'stlar, men bugun faqatgina ikki xil holatda radarlardan, ya'ni ko'chma radarlardan kelayotgan jarimani bekor qilish yo'llarini o'rgatdim. Agarda sizda boshqa yo'llari ham bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilib izohlarda yozadigan bo'lsangiz, biz juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Avvalambor bu narsaga ishimiz tushmasin, lekin baribir bilim o'rganish hech qachon zarar qilmaydi. Demak, aziz do'stlar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Siz esa kanalimizga rivojlanish uchun obuna bo'lishni, like bosishni unutmang, chunki ushbu ham ishtirokga tushganman, ortiqchasi menga jarima. Shuning uchun hech bo'lmasa qo'llab-quvvatlab bersizlar, like, obuna bilan, izohlar bilan. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi, aziz do'stlar. Radardan, xatardan asrasin deya Achucho jamoasi bo'ldi. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.